kecha gol to'g'ri gapirdi. Stoykada tushamiz. Biza stoykada kelishgan edik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Özbekistanlı idmançı Şahsov Buzagol'dur. İnşallah mən onunla 3 round 5 dəqiqə stoykada qırışmağa hazıram. O'zinglar ko'ryapsizlar, 3 ta round stoykada solishamiz deyilyapti. Oxiri yutqizilgandan keyin mikrofonda gapirayotgandan keyin gapni eshitmadi bori. Hamma baqiryapti, bosim o'tkazyapti, aka-ukalar. Shu bolani ko'tarilishiga shuncha poddержка qilib, mana O'zbekistonga kelgunicha shuncha qo'llab-quvvatlab ko'tardinglarmi? Yiqilgandan keyin, qanaqadir mag'lubiyat bo'lgandan keyin bu odamga juda katta travma bo'ladi, bor. Men uni karyerasini unaqa sindirmaylar. Bu yaxshi emas. Odamga shunaqa kuchli zarba bo'ladi, aka-ukalar. Bu sport, hamma narsa bo'ladi sportda. Bugun siz ertaga boshqasi ko'ngilni ko'taramiz. Xudo xolisa keyingi bo'ylida g'alaba kutamiz. Shahzod Gold. Davay biz siz bilanmiz. Bosing, xudo xolisa dakansa boramiz.